Bunaqangi 3 bolali skuterlarimizni ko'rsanglar bular hammasi yangilik. Xohlasa hamma xilidan bor bu tomonda. Arqa tomonda o'zining normalni katta bo'lgan bagajlari ham bor ekan, mana ko'rsanglar bo'ladi. Bagaji ham normalni katta bo'ladi. Skuterimiz bozorchilik yurgan ham juda ham ajoyib bo'lgan modelimizdan bittasi. Ham narxlari ham juda ham arzon bo'ladi buniki. Oxirgi ko'rsam, video oxirida bular narxini aytib o'tamiz akalar. Bu tomon tablolarni ko'rsanglar bo'ladi. Tablolar pol elektron, nima o'zini kalkulyatorlarni xuddi mashinaning pultini bir xil qilib chiqarib qo'yilgan. Bu tomonda o'zi telefon podstavkalari, oltorimizlarda jitkisi bo'ladi, ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda kontrol sistemalari, o'ngga chapga pоворotchilari, signallari, bu tomondan orqaga oldiga yurish knopkalari, birinchi, ikkinchi, uchinchi skorost, bu tomonda parallel qiluvchi, hamma knopkalar cho'tga ishlab beradi. Oldi o'zini bu tomonda ikkita, bu tomonda ikkita, bu tomonda bitta, общий hisobda 5 ta bo'lgan faralari ham bor. Arqa tomondan ko'rsatib o'tamiz qarang. Arqa tomonlari juda ham sochib beradi. Bu tomonda hammasi mana polni LED farallar bilan boyitib qo'yilgan. Diskalar ham polni 8 diskali bo'lgan ekan. Xudo xolasa bu modelimizni olganlarga mazza qilib aytaverasizlar, bu ancha-muncha barakali skuterimizdan bittasi. Kelar bu skuterimizni narxi kiradigan bo'lsa, ataka $750 dan xarid bo'ladi va butun O'zbekiston bo'ylab dastakamiz bor. Xudo xolasa bemalol postamentlar qoldirib, telefon zakaz qilsangiz bo'ladi. Bu skuterimiz keyin nasiyaga beriladi, через uzum nasiya va operatsiya orqali beriladi.